Assalomu alaykum. Bugun bir rolik olamiz degan maqsadda bu parkka chiqdik. Ozroq shovqin bo'lishi mumkin. Sababi ko'chaga yaqin. Bugun bir aqidaga xos bo'lgan bir narsa haqida gaplashmoqchiman. Dinda majburlash yo'q degan. Agar asosimizni olib qaraydigan bo'lsak, Alloh bilan ahdlashish paytida Alloh menga taslim bo'lishga o'zlaring kelasizlarmi yoki majburlab kelasizlarmi deganda biz o'zimiz kelamiz deganmiz. Ya'ni ixtiyoran kelishda biz olganmiz. Shu ahdning asosi hisoblanadi. Lekin hamma vaqt ham unaqa bo'lgan emas. Sababi mana oddiy qilib aytganda biz o'z bolalarimizni yetishtirayotganimizda, tarbiyalayotganimizda ma'lum bir paytlarda majburlash ishlarini ham amalga oshiramiz. Ya'ni ma'lum bir shapaloq tortib yuborishimiz mumkin. Yoki quloqdan tortishi mumkin, cho'zib qo'yishimiz mumkin. Yoki boshqa ishlar bilan biz bolalarimizni ozroq o'sha biz tarbiya qiladigan to'g'ri yo'lga yo'naltirish uchun mana shunday jismoniy bir ta'sirlarni qilishimiz mumkin. Alloh ham xuddi shunday qilib insonlarning boshlang'ich paytlarida, hali insoniyat ko'p narsani bilmagan paytlarida biroz majburlashni yo'lga qo'ygan, ochiq majburlashni. Bu narsalar uning qonunlarida yozilgan bo'lgan. Masalan, dinga kirgan insonlar dindan chiqsa yoki boshqa Allohga murojaat qilsa, u holda u insonlarni o'ldirish lozim bo'lgan. Agar bitta shaharda shunaqa ishlar bo'layotgan bo'lsa, u yerda ham shunaqa. Ya'ni jazolar shunaqangi keskin bo'lganki, har bir bunday jinoyatlarga o'lim jazosi berilgan. Mana bu majburlashning bir turlaridan bittasi. Albatta majburlashning boshqa yo'llari ham bor. Biz insoniyat tarixiga nazar tashlayotganimizda, insoniyatning yoshi o'sgan sari, ya'ni kelajakka qarab yuravergan sari, uning erkinliklari oshib boraveradi va u ahddagi o'sha ixtiyoran Allohga taslim bo'lish yo'liga qarab yaqinlashib boraveramiz. Bizda hozir ham masalan dindan chiqqanlarni o'ldirish kerak, unaqa qilish kerak, bunaqa qilish kerak degan gaplar bor. Lekin bu narsalar bundan 20 asr oldin bu narsalar hal bo'lgan. Ya'ni diniy gunohlar uchun, diniy jinoyatlar uchun o'lim jazosi yo'q. Har qanday gunohlar uchun inson oxiratda javob beradi. Albatta insoniyatning hayotida, insoniyatning yashayotgan joyida tartib, intizom bo'lishi uchun Alloh insonlarga boshqacha yo'lni ham ko'rsatib bergan. Ya'ni insonlar o'zlari yomonlik qiladigan insonlarni cheklashlari mumkin, ularni sudlashi mumkin, qamoqqa olishi mumkin va hokazo. Bu majburlash doirasiga kiradimi, yo'qmi? Bu haqda biroz o'ylab ko'rish mumkin. Albatta, bir qisman majburlash biz doim bunaqa narsani kuzatishimiz mumkin. Alloh tomonidan ham bu narsa bo'ladi. Sababi qarangki, insonga berilgan mana shu tanlash huquqi hamma vaqt ham inson tomonidan yaxshi tomonga ishlatilmaydi. Ko'pincha biz kuzatayotganimizda inson o'zining zarariga tanlov qilayotganligini, o'ziga berilgan o'sha ixtiyorni noto'g'ri yo'llarga, yomon yo'llarga sarflayotganini ko'ramiz. Bu holatda inson tezda o'zini ishini yomon qilib qo'yishi mumkin va to'g'ri yo'ldan chiqib adashib ketishi mumkin. Ammo Alloh insonlarga marhamatli bo'lganligi uchun, insonparvar bo'lgani uchun, rahmon bo'lgani uchun insonlarni majburlab yana to'g'ri yo'lga solib qo'yadi. Bunaqa narsa insonlarning hayotida bir necha marta bo'ladi.
ana bu Alloh tomonidan majburlash, yaxshilikka majburlash, dinga majburlash. Lekin buni Alloh qilgani uchun biz unga hech narsa deya olmaymiz, sababi bu bizning foydamiz uchun qilinayotgan narsalar. İnsanlar ham ayrim paytlari bu narsalarni qo'llashi mumkin. Lekin kimlar buni qila oladi? Bular Allohni yaxshi tushungan, ya'ni Alloh o'sha o'zi haqida ochgan jamiki bilimlarni yaxshi biladigan insonni yaxshi biladigan insonlar mana bunday majburlash turlarini ishlatishi mumkin. Endi bu gaplashsa bo'ladigan joyi, men bu haqida gapirishimiz sababi bir ikkita savol bo'lgan edi. Farz nima degan? Farz bu majburiyat degan javob oldim. Shundan keyin men o'ylanib qoldim. Farz majburiyat bo'lsa, unda insonning huquqi qayerga ketadi? Tanlash huquqi. Sen uni tanlashdan boshqa ilojing yo'q, majburiyat bo'lsa. Yana bir tomoni shundaki, insonlar farzni Allohning buyrug'i ham deb yorishadi. Agar Allohning buyrug'i bo'lsa, Allohning buyrug'ini qanday qilib bajarmaslik mumkin? Menimcha shuning uchun ham farz so'ziga boshqacha bir ta'rif bergan ma'qul. Ya'ni inson qilishi kerak bo'lgan, ya'ni inson uchun eng yaxshi bo'lgan narsalarni farz deb qarasak bo'ladi. Majburan degan so'z bu yerga to'g'ri kelmaydi. Buyruq degan so'z ham to'g'ri kelmaydi. Chunki har narsa bu dunyoda Allohning bo'l degan so'zi bilan bo'ladi. Alloh buyruq berar ekanki, u buyruq bajarilmasmi? Albatta bajariladi. Albatta biz biroz bunga o'xshatma sifatida aytib, Allohga bo'ysunmayapti, Allohning buyrug'idan chiqdi, Allohga yuz o'girdi va hokazo so'zlarni ishlatamiz. Ammo bularni yaxshilab chiqarib ko'rilsa, bu boshqa narsani anglatadi. Mana shu to'g'ridan to'g'ri aytilgan narsalar emas. Shuning uchun farz degan so'zlarni to'g'ri tushunishimizni, ya'ni bizga Alloh tomonidan taklif qilingan narsa deb qaralganimiz eng yaxshi narsa sifatida qarasak, unda to'g'ri bo'ladi. Majburiyat, dinda majburlash yo'q. Bu majburlash allaqachon atmen bo'lgan, ya'ni bekor qilingan. O'zbekcha qilib aytganda, va bu bekor qilishga ancha bo'ldi. Insoniyat o'zini yoshini, bolaligi masalan o'sha bir zamonlarda o'tgan bo'lsa, endi hozir biz allaqachon yetuk yoshdamiz. Bu yerda biz oxirgi kalomni olganimizga ham 1400 yil bo'ldi va o'zimizni insonlar orasida bo'layotgan munosabatlarimizni allaqachon Allohning bu vahiylari asosida, o'sha Allohning kitoblari asosida, Allohning bizga bergan mana shu zehn, idrok, aql ichida hal qilib, o'zimiz aqlan kirishimiz kerak edi, lekin kirmayapmiz. Shuning uchun Alloh o'z kuchini ko'p dafa qo'llashga, endi Allohga ham majbur deyishga ham majburmiz. Sababi mana shunaqa narsalar kelib chiqadi. Insoniyatga berilgan mana bu erkinlik, tanlash huquqi, tanlash erkinligi inson bilan juda ham yaxshi narsa qilayotgani yo'q. Ko'pincha biz bilgan narsamiz shuki, insonlar o'z mana shu tanlash huquqini o'zini zarariga ishlatadi. Mana shuning uchun ham Alloh o'zida majburlash ishlarini amalga oshiradi. İnsanlar ham bu narsani amalga oshirishi mumkin, lekin insonlar ko'pchiligi chegarani bilmaydi, hududlarda qisqasi ushlay olmaydi va bu suiiste'mol qilish holatlari kuzatilishi mumkin va kuzatilmoqda ham. Mana shu yerga kelganda biroz suhbatimizga yakun yasasak, shunday qilib dinda majburlash yo'q degani bu qisqa qilib aytganda ideal holatni ko'rsatib beradi. Ya'ni insonlar o'z ixtiyori bilan Allohga yopishib qolib, Allohni sevib, insonlarni sevib, yaxshi amallar qilib, savoblar yig'ib yashasa, bu Allohga xush keladigan narsa. Ya'ni ixtiyoran qilinsa. Ixtiyordan qilinmagan narsalar esa bu albatta majburlashga kiradi va bu o'sha Alloh bilan qilingan ahdimizga to'g'ri kelmaydi. Alloh qilgan suhbatimizdan rozi bo'lsin. Yana uchrashguncha xayr.